Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar tomonidan keladigan ko'p savollarga javob berishga harakat qilaman va ko'p keladigan savol: nima uchun Green Card'ga topshirish kech qolyapti? Ko'p gaplarni eshitdik, ya'ni Green Card'da pullik bo'lar ekan, unaqa bo'lar ekan, nimadir bo'lar ekan deb eshitdik. Kelinglar bugun nima uchun Green Card'ga topshirish kech qolayotganini ko'rib chiqsak. Xo'sh, shu vaqtgacha Green Card'ga topshirish kech qolmagandi. Ya'ni oktyabrda boshidan noyabrda boshigacha hamma Green Card'ga topshirardi, bir oy oralig'ida va bu mutlaqo tekin edi. Xo'sh, endi kelib ko'rib chiqaylik, nima uchun bu narsa kech qolyapti. Shu yil 2025-yilning 16-sentyabrida Amerika davlati bitta narsa o'ylab chiqdi. Ya'ni bu Green Card'ga topshirishda pullik qilishmoqchi bo'lishdi va $1 registratsiya to'lovini qilishmoqchi bo'lishdi va bu narsani ko'rib chiqishyapti va bu narsani bo'lishiga Trampning hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu narsani State of Department, ya'ni davlat o'zi ko'rib chiqyapti va taklif berdi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, Donald Tramp sababli bu narsa bo'lyapti, u qildi deb. Yo'q, u Donald Trampning hech qanaqa aloqasi yo'q bu narsaga. Xo'sh, bu narsani qilishdan asosiy maqsad ya'ni foyda ko'rish. Ya'ni Green Card'ga har yili 25 millionta odam topshirar ekan va ularning har biridan $1 oladigan bo'lsa, davlat shunda $25 million foyda ko'rar ekan. Buni o'ylab chiqishgan va shunaqa qilishmoqchi. Siz ya'ni ariza topshirayotganida $1 to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu debet karta, kredit karta farqi yo'q. Master yoki Visa kartani to'lasangiz bo'ladi. Shu narsani ko'rib chiqishmoqchi. Shu vaqtgacha faqatgina yutganlardan pul olishgan va yiliga 55 mingta odam Green Card'ga yutar edi. Hozir ham shunday bo'lsa kerak va aniq qancha pul to'lashini bilmayman. Taxminan $330 bo'lsa kerak. Yutgan odam to'laydi faqat. Xo'sh, haligi aytib o'tishim kerak, agarda kimda-kim sizga Green Card'ga topshirib beraman desa va $1 qimmatroq bo'lgan summa so'rasa to'ldirish uchun, bularga ishonmang va ertaga ko'rishamiz deb qochib yuboring. Chunki bu narsa $1 qimmat bo'lmaydi agar bo'lsa ham, va iloji boricha hamma dokumentlarni o'zingiz topshirishingizga harakat qiling. Chunki hamma shaxsiy ma'lumotlaringizni birovga bermang va bo'lishmang. Va shu Green Card'ga topshirishda kech qolishini sababi esa pul to'laydigan joyini qo'shishga vaqt ketyapti deb o'ylayman. Menimcha shunaqa. Saytga kirsanglar pul to'laydigan joyi bor. O'sha joyni qo'shib chiqishyapti. Yana nima o'zgarish deb so'rasanglar, yana bir o'zgarish bo'lyapti. Bu 2026-yildan boshlab har bitta topshiradigan odamda qizil pasport bo'lishi kerak. Bu shu yilga ta'sir qilmaydi. Shu yil qizil pasportsiz ham topshirsanglar bo'ladi, bemalol. Lekin bo'lsa yaxshi. Lekin bu shaxsiy davlatlarning o'zi pullik qilmadi, ya'ni hech qanday e'lon bermadi. Shaxsiy saytlar qachon ochilishi, qachon pullik bo'lishi, qachon yopilishi, hech narsa deyilmadi. Men hozir qayerdan o'qiganimni ham aytib ko'rsatib o'taman. Xo'sh, ochilishi bilan qanday qilib topshirishda, nima dokument kerak, nimalarni yozish kerak, hammasini o'zim tushuntirib video qilib alohida chiqaraman. O'sha videoni o'tkazib yubormaslik uchun hozirdanoq obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, o'tkazib yubormaysizlar va o'zingizlar topshirsanglar bo'ladi. O'sha videoni ko'rib. Xo'sh, hali aytganimdek, qachon ochilishi noma'lum. Agarda ochilishi bilan Telegram kanaliga birinchi bo'lib tashlayman. O'shaga qo'shilsanglar ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'sh, obunachilar tomonidan kelgan savollar bor. O'shalarga javob berib o'tsam. Birinchi savol Green Card'ga to'ldirish pullik bo'ladimi degan savol kelibdi. Hali aytib o'tganimdek, birinchi marta pullik bo'lishi mumkin, lekin buni davlat o'zlari e'lon qilgani yo'q. Katta ehtimol pullik bo'lishi mumkin. Ikkinchi savol: uyimiz devorlari oq
uyda rasmga tushsam ham bo'ladimi degan savol kelibdi. Ha, albatta bo'ladi. Unda fotosessiyaga borib rasm tushish kerak degan qonun joyi yo'q. Bemalol uyda tushsa bo'ladi. Orqa fon oq bo'lishi kerak. Bu menimcha oq emas, orqamdagi oq bo'lishi kerak va yaxshi telefon bo'lishi kerak. Va rasmga tushganingizdan keyin orqangizda soya ko'rinmasligi kerak. Menda soya bormi yo'qmi bilmadim. Soya bo'lmasligi kerak. Yuzida achki bo'lmasligi kerak. Keyin rasmga tushgandan keyin hech qanaqa Photoshop yoki montaj qilish umuman kerak emas. Shunday o'ziligicha topshiriladi va yana yuzingiz to'liq ko'rinishi kerak. Hozir bu narsani ko'rsatib o'taman. Misollari bor menda. Hozir sizga misollarni ko'rsataman. Ekran. Mana. Xo'sh. Mana bu saytga kirsanglar, bu viza. Mana bu saytga kirsanglar, shu saytni ham uzoqlarda qoldiraman. Shu yerga kirsanglar va mana bu joyda Photo Tool degan joy bor. Yaqin qilaman hozir. Mana shuni bossanglar, mana bunaqa ko'rinishda rasm bo'lishi kerak. O'zlari rasmga tushib, mana bu yerda choose photoni bosib, rasmni o'zlari to'g'rilab beradi. Shunga tanlasanglar va shuni topshirsanglar bo'ladi bemalol. Avval green kartani topshirishda esa men sizlarga yangi joy ochib ko'rsataman. DV program.state.gov mana shu saytga kirib topshiriladi green karta. Bitta bossanglar. Mana bu yerda hali topshirish uchun joy yo'q, pastida bo'lishi kerak. Bu yerda mana bu yozuv bor. Entries are not being accepted at this time degan. Bilmadim qachon ochilishini. Xo'sh. Endi aytmoqchi bo'lgan narsam mana bu yerdan men o'qib chiqdim. Sizlar ham o'qisanglar bo'ladi. Va men bu saytni ham qoldiraman linkini. O'qisanglar bo'ladi. Mana $330 ekan yutgan odamlarga. Xo'sh. Agarda sizlar ham qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol ushbu videoni kommentariyasiga yozishingiz mumkin va Telegram kanaliga qo'shilib qo'ysangiz va u yerda birinchi bo'lib xabarlarni eshitasiz. Qani bo'lmasam keyingi videoda ko'rishguncha